kurashdan kuch olamiz deb nomlabdi. Qani nimalar degan buni ichida ko'rib. Inson tabiatida yashash uchun kurash zarurati mujassam bo'lib, u butun insoniyatning rivojlanishi va taraqqiyotga erishishiga imkon yaratadi. Yashash uchun kurash zarurati deyapti, insonni rivojlantiradi deyapti o'rtoqlar. Eshitasizlarmi? Ya'ni yashab qolish, qorni to'q bo'lishi, usti but bo'lishi va tirik qolishiga bo'lgan xohish insonni taraqqiyotga yo'naltiradi deyapti. Ya'ni o'shani orqasidan u yaratadi bir narsalarni deyapti. Inson to'siqlarni shafqatsiz sinov deb qabul qiladimi yoki ter to'kib mehnat qilish orqali tajriba orttirish imkoni debmi? Bu uning bo'layotgan voqea hodisalarga bo'lgan munosabatiga bog'liq. Mana mana shu yerda yaxshilab e'tibor qaratasizlar. Aytyapti. Insonga deydi to'siqlar beriladi deyapti, shafqatsiz sinovlar beriladi deyapti. Va o'sha paytda mehnat qilib tajriba o'shalarni yengib o'tib tajriba orttiryapman deb o'ylaydimi deyapti. Yoki bu voqea hodisaligi mani hayot sinayapti, shafqatsiz deb e'tibor qaratadimi, munosabat bildiradimi deyapti. Kurashsiz muvaffaqiyatga erishish sirayam mumkin emas. Tug'ilganimizdan to yorug' dunyoni tark etgunimizga qadar bizning hayotimiz, obrazli qilib aytganda, muqarrar sinovlarning cheksiz almashinuvidan iboratdir. Yaxshilab eshitinglar, bo'tilma deyapti. Tug'ilganimizdan toki vafot etgunimizcha bizani hayotimizda cheksiz sinovlar va almashinuvlar bo'ladi deyapti. Lekin bizda ko'pchilik nima qiladi? Voy, mani boshimga tashvish tushdi, yecha olmayapman, yenga olmayapman. Bir xilla o'zini o'ldirib yuboradi, bolasi bilan tomdan tashlab yuboradi. Aslida bizni dunyoga kelganimizda bu narsa bo'lishi tabiiy va bo'lishi shart deyilyapti. Sinovlar, kamchiliklar, bir narsasiz yetmay qolishlar bu bo'lishi kerak o'zi deyapti. Bu hayot sinovlari va siz shu orqali tajriba orttirasiz deyapti. Ushbu hayot-mamot kurashida biz asta-sekinlik bilan bebaho tajribaga ega bo'lib boramiz. Hukmronlik va kuch bizning ishlarimiz orqali orttiriladi, deydi Emerson. Ya'ni kimdir hukmronlik qilish yoki kimdandir boshliq bo'lish xohishlari mana shu hukmronlik qilish kuchi bizani ishlarimiz orqali bo'ladi deyapti. Ya'ni siz nimadir ish qilasiz va shu orqali sizni xatti-harakatlaringizni ko'radi va sizga hukmronlik beriladi. Endi kurash va g'olib bo'l deb da'vat qiladi bizga tabiat. Haqiqatda kurashish bu tabiatdan bor. Masalan, qaldirg'ochi bolalari tug'iladi, hech kim kuzatgan qaldirg'ochi bolalari tuxumdan chiqishi bilan onasi boqadi, otasi ikkalasida. Hammasi hayot uchun kurash, og'zini ochishadi. Chug'ur qilib bizani uyimizda bo'lardi-da. Biz ko'rib o'tirardik. Burchagida uyimiz burchagiga qurardi. Og'zini 5 chalasi ochib, onasi olib kelsa, kim birinchi og'zini ochsa, o'sha to'yadi. Kelgan mushichalarni ham tug'ilgan mushichalarni kuzatsanglar, tanlashib bir-birini mamno qilib urib emadi-da. Ya'ni kurash bu tug'ma instinkt hisoblanadi deyapti. Ya'ni dunyoga kelganingni o'zi kurash. Oddiy qaranglar, hali siz dunyoga kelmadingiz. Siz sperma paytingizda-yo'q, milliard spermani ichidan siz birinchi bo'lib yugurib ketib, ona qorniga, matkasiga tushib, men tug'ilaman degansiz. Ana o'sha yerda o'zi kurash boshlangan. Ana o'sha yerda o'zida siz yutgansiz. Milliard spermani ichidan. Mana kurash o'zi o'sha yerda paydo bo'ladi. Tug'ilganda kurashasiz, hayot uchun kurashasiz, yig'lab, ko'zingizni oqizib o'tirmaysizda, nima qilasiz?
pul topish uchun, hayotingizdagi orzularingizga amalga oshirish uchun harakat qilasiz. Kurashasiz. O'zi hayotni o'zi kurash deyiladi. Bu kurashda sen o'z istaklaring amalga oshishi uchun zarur bo'lgan kuch-qudrat va aql-idrokka ega bo'lasan. Ko'rasizlarmi? Siz через mana shu kurashlar orqali aqllilashasan deyapti. Bir xillab maslahat so'raydi-da, maslahat bering, mana shunaqa qilmoqchiman, bunaqa qilsam bo'ladi. Siz o'zingiz bosib o'tib, yurib o'tganingizdan keyin donolashasiz va tajribangiz oshadi. Hop, o'rmondagi eng baquvvat daraxtlar daraxtzorning eng ichkarisida emas, balki eng chekkasida o'sadi va o'z tanasi bilan hamjinslarini shamollaru bo'ronlardan to'sib turadi. Mening bobom aravasozlik bilan shug'ullangan. Bobom uyining atrofidagi yerlarni daraxtlardan tozalab, ochiq maydonda bir nechta eman nihollarini qoldirar. Ular shamollar tahdidi qaynoq quyosh tig'i ostida o'sar edi. Bobom ob-havo injiqliklariga bardosh berib, o'sgan daraxtlarning yog'ochi o'rmonning eng ichkarisida o'sgan daraxtlarnikiga nisbatan pishiqroq bo'lishini yaxshi bilar. Shu tufayli ham aravaga g'ildirak yasash uchun aynan shunaqa yog'ochni tanlardi. Bunday yog'och har qanday ishlovga ham dosh beradi. Sal narsaga dast ketmaydi yoki yorilmaydi. Katta yuklamalarga ham chiday beradi. Tushundinglarmi? Demak, xuddi siz hayot sinovlarida sinalayotganingiz kabi, o'sha qayin daraxt ham shamolga, yomg'irga chidab necha yil o'sgandan keyin u eng pishiq bo'ladi deyapti. Va eng pishiq bo'lgan narsada aravani g'ildiragini yasardi deyapti. Demak, sizni hozir boshingizga kelayotgan tashvishlar bu sizni pishiq qilib, tajribali qilib, bilimli dono qilish uchun yuborilgan deyilyapti. Insonning irodasi ham shu tariqa kurashlar orqali chiniqadi. Ko'pchilik odamlar iloji boricha kamroq qarshiliklar mavjud bo'lgan yo'llardan yurib yashashni ma'qul ko'rishadi. Ammo ular qarshilikning kamroq bo'lishi insonni egib qo'yishi mumkinligini tasavvur ham qilolmaydilar. Hayotiy muammolarga qarshi tura olish uchun esa bizning fe'l-atvorimiz, hayotdagi maqsadimiz va uni amalga oshiradigan rejamiz qat'iy bo'lishi kerak. O'zimizning hayotiy maqsadimizni tushungan holda biz o'zimizni kurashishga majburlaydigan vaziyatni ham qabul qilamiz. Natijada biz kurashsiz maqsadimizga yetib borish umuman mumkin emasligini ham tushunamiz. Muvaffaqiyatga erishish uchun biz muayyan harakatlarni qo'llab kurashishimiz kerak. Natijada kurashsiz, to'siqlarni bartaraf qilmasdan muvaffaqiyatga erishish mumkin emasligini tushunib yetamiz. Kuch-quvvat sarflamay turib, biror bir arzigulik narsaga erisha olmaymiz. Agar hayotda hamma narsa osongina berilganida edi, har bir odam muvaffaqiyatga erishgan bo'lar edi. Ammo muvaffaqiyat faqat uning uchun kurashadigan, to'siqlarni bartaraf etadigan va o'z oldiga yangi murakkab vazifalarni qo'yishga kuch topa oladigan odamlargagina keladi. Tushundinglar? Biz biznes kollejini tugatganimdan keyin men general Rufus Ayer qo'l ostida ishladim. Uning sud amaliyotiga shu qadar keng ko'lamli ediki, men ko'pincha yarim kechagacha ishxonada qolib ketar, hatto dam olish kunlarida ham ishlashimga to'g'ri kelardi. Har safar ish kunining oxirida u meni ishxonada ushlab qolgani uchun uzr so'rar va shu asnoda sen menga rosa ko'maklashding, ammo bugungi oqshomda orttirgan tajribang bilan o'zingga yanada ko'proq yordamlashding deb qo'shib qo'yardi.
Genri Fordning bosh yordamchilaridan biri mening omad formulasi haqida bergan savolimga javoban, men janob Ford kabi odamlar bilan ishlash baxtiga muyassar bo'ldim. Agar qachondir ularga birovning yordami kerak bo'lib qolsa, aynan menga murojaat etishadi deb umid qilaman, deb javob berganini hech qachon unutmayman. Tushundinglarmi? Demak, ishga ko'milib ketsangiz ham, yaxshi ustaga shogird bo'lgan bo'lsangiz, вообще siz zo'rsiz deyapti. Genri Fordni yordamchisi bo'lgan odam kerak bo'lsa yarim kechagacha qolib ketarkan. Lekin u juda katta bebaho tajriba orttirgan. Mana hozir ham siz nimadir ish qilishni bilmayotgan bo'lsangiz yoki nimadir qilishingiz aniq, prosta qayerdan boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, o'sha ustasini oldiga borib shogird tutishingiz kerak. Ustoz shogirdlikda gap ko'p. Ustozni yonida yurib o'rgangan boshqa, kitobdan nazariy o'rgangan boshqa. Va aytyapti, zato ertaga Ford yo'q bo'lgan paytda, Genri Ford yo'q bo'lgan paytda u bilgan hamma narsani men bilamanmi, mendan so'rashadi. Genri Fordni o'rniga men turaman. Rostdan ham o'sha kuchli ustozlarni yonida yurish kerak deyapti. O'shanda sizga uni har bir qadamida dars bo'ladi. Bir chekkaga chiqmaslikka va maqsadga erishish uchun kurashishga qaror qilganingizda siz foydali tajriba orttirasiz va o'zingizni muvaffaqiyatingizni yanada yaqinlashtirasiz.